Assalomu alaykum aziz do'stlar. 100+ loyihasi orqali sizlar bilan yana bir bor diydorlashib turganimizdan behad xursandmiz. Biz bugun qadimiy va navqiron Samarqand shahridamiz. Mana bizni ortimizda Boqiy Samarqandning timsollari turibdi va bizni suhbatdoshimiz O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlis Senati a'zosi, Samarqand davlat universitetining rektori Rustam Ibragimovich Xolmurodov bo'ladilar. Rustam aka, biz uchun vaqt ajratganingiz uchun katta rahmat. Avvalambor, yaqinda Samarqandda bo'lib o'tgan Markaziy Osiyo plus Yevropa ittifoqi birinchi sammitida muhtaram yurtboshimiz jumladan shunday dedilar: Samarqanddan turib qaralganda dunyo tarqoq emas, balki yaxlit va bo'linmas bo'lib ko'rinadi. G'ururli, iftixor qilsa arziydigan mana shu voqeliklardan va ularga sizning munosabatingizdan suhbatimizni boshlasak. O'zbekistonimiz hududida Samarqand tarixiga yaqin bo'lgan, shunga o'xshagan bir necha shaharlarimiz bor. Ancha-muncha mamlakat bunaqa shaharlar bilan maqtanolmaydi. Bu bizning brendimiz. Nafaqat O'zbekistonni, Markaziy Osiyoni, Turkiy dunyoning brendi desam xato bo'lmaydi. Muhtaram prezidentimiz mana yaqinda Samarqandda o'tgan katta anjumanda Yevropa ittifoqi bilan Markaziy Osiyo ittifoqi degan men terminni ishlatmoqchi bo'lyapman. O'zidan o'zi shunga kelyapti. Chunki prezidentimiz tashabbuslari bilan, asta-sekinlik bilan biz qo'shnilar bilan birinchi bosqichda 8-9 yil burun umuman munosabatlarni tiklagan bo'lsak, umuman biroz buzilib qolgan munosabatlarimizni tezda tiklab olgan bo'lsak, bugun ittifoqchilik munosabatlari darajasigacha chiqyapti. Samarqandda o'tgan Yevropa ittifoqi bilan bo'lgan mashvarat, suhbat ular tomonidan ham bildirilgan katta bir tashabbus deb hisoblayman. O'zidan o'zi bo'lgani yo'q. Undan oldin mana muhtaram prezidentimiz Fransiyaning juda buyuk katta inomini, katta mukofotini oldilar. E'tiborga o'zidan o'zi bo'lgani yo'q. Bu o'zidan o'zi hech narsa bo'lmaydi o'toqlar. Demak, shunga muvofiq O'zbekiston bugun siyosat yurg'izyapti. Shunga muvofiq bugun O'zbekiston tinchliksevar maqomda aloqalar o'rnatyapti. Nafaqat Markaziy Osiyoda. Markaziy Osiyoda o'z-o'zidan tushunarli, bizda mana qo'shnilarda xavf tug'dirishi mumkin bo'lgan vaziyatlar qancha bo'ldi o'tgan 10 yilliklarda. Mana Afg'onistonni eslashimiz mumkin. Kelib faqat bizning siyosatimiz natijasida muayyan darajada bu maqtansak ham balkim bo'lmaydi, lekin Allohga shukr, bugun afg'on birodarlarimiz bilan munosabat, tinchlik munosabatlari, o'zaro foydali hamkorlik munosabatlari darajasida bo'lyapti. Shular ham hammasi inobatga olingan deb o'ylayman. Shuning uchun bo'lsa kerak, muhtaram prezidentimiz Samarqandda o'tgan anjumanga shunaqa baho berganlarki, Samarqanddan turib dunyo juda katta dunyo emasligini ko'ramiz bizlar. Bu Samarqand o'zining tarixida 3000 yillik tarixida nimalarni ham boshdan kechirmagan. Bunaqa tarixiy xotirasi bor shahar hozirgi voqealarga boshqacha baho beradi. Bugun yer juda kichkina joy ekanligi va bu yerda istagan uzoq o'lkasida noxush hodisa bo'lsa, hammaga salbiy ta'sir qilishi ekanligini bir ramzi sifatida aytildi. Menimcha prezidentimiz tomonidan mana men Boqiy shahrida turibman, og'ayni bir uzoqda ham bir muammo bo'lsa, men buni bu yerda yechishga o'z xizmatimni qilmasam, shunga tashabbus bildirmasam, ertaga bu muammo senga ham boradi, menga ham keladi. Ana shunaqa yo'nalishdagi shunaqa falsafa bilan aytilgan fikr bu. Va majlis ham, yig'in ham shu ruhda o'tdi. Bizga bo'lgan munosabat, u yerda Yevropa ittifoqining vakillarining nutqlari, bizga nisbatan bildirilgan mehri, avvalgi 10 yilliklarda biz to'g'rimizda yomon xulosalar bo'lgan vaqt ham bo'ldi. Bizni ayrim hayot tarzimizga tanqidiy fikrlar ham bildirildi. Voyaga yetmaganlar mehnatdan foydalanish, paxta qulligi, dinga munosabat va hokazo juda ko'p. Shular hammasi qisqa muddatda shunchalik o'z me'yoriga keltirildiki, dunyo bizni haqiqatda o'ziga teng darajada qabul qiladigan bo'ldi. Ana shu tenglikning nishonasi muayyan darajada kecha kuni nisbatan yaqinda Samarqandda o'tkazilgan Yevropa ittifoqi bilan uchrashuv, Yevropa ittifoqi ancha-muncha joyga borib bunaqa hajmdagi anjumanni o'tkazmaydi. Bu yerda bo'lgan kelishuvlar, imzolangan hujjatlar istiqbolda O'zbekistonni dunyo hamjamiyatiga yanada dadil kirib borishiga va bundan o'zini xalqini hayot sifatini yaxshilashga samarali foydalanishga imkoniyat yaratildi
poydevor bo'ldi. Darhaqiqat mana shu 2017-yildan keyin bizda ilm va ma'rifatga muhtaram yurtboshimizni alohida e'tiborlarini har doim his qilib turamiz. Mana kuni kecha ham olaylik o'sha pedagogik kadrlarni tayyorlash bo'yicha hammamiz kutib turgan bir katta bir qarorga imzo chekildi. Umuman mana shu ta'lim sohasidagi, oliy ta'lim sohasidagi mana shu islohotlarning jarayonlarini siz katta bir olim sifatida, qolaversa mana shu sohani ko'p yillik mutasaddis sifatida bir o'zingizni bahongizni bersangiz, fikrlaringizni o'rtoqlashsangiz. O'tgan davrda ilm, ta'lim, shu jumladan bog'cha tarbiyasi ta'limi yo'nalishida misli ko'rilmagan ishlar qilindi. Undan oldin bilan bog'chalar privatizatsiya bo'ldi, bog'chani o'zini nimasini privatizatsiya qilasan. Maktablar unday bo'ldi, oliy ta'lim mazmuni qisqardi, o'zi qisqardi, qamrov kamaydi, falonasiga e'tibor kam bo'ldi va hokazo. Meni qo'llarimdagi barmoq yetishmaydi. Bo'lgan salbiy harakatlar natijasida yoshlarimizni, bolalarimizni ta'lim tarbiyasiga qanchalik biz putur yetkazganimizda nisbatan qisqa muddatda biz buni tuzatishga harakat qildik. Bog'chalar tiklanyapti, bog'cha qamrov bugun deyarli 80% ga yetyapti. 100% hech qayerda bo'lmaydi, chunki muayyan xalq o'zini bolasini baribir uyda tarbiyalaydi yo bir uy tarbiyasini saqlaydi. 100% hech qayerda yo'q. Shuni biz maksimal oshiryapmiz, bog'chalar tiklanyapti, bog'cha tarbiyachilari tayyorlayapmiz, yangi avlod bog'cha tarbiyachilarini. Maktabda yangi maqomga qaytardik. Mana buni bir necha yil burun 9 yillik bor edi, keyin kollej bor edi. Bu samara bermagan tizimdan qaytdik, balani ma'lumni qo'yniga, ota-onasini quchog'iga qaytardik. Tarbiyasi, ilmi yaxshi bo'lsin deb oliy ta'lim muassasalarining soni ko'paydi, bularning maqomi oshdi va hokazo va hokazo. Buni aytsam bugun hozir mana kamerangizda vaqt ham qolmaydi. Lekin shu bilan birga biz doim bilishimiz kerakki, ko'zlangan cho'qqiga birdan chiqib bo'lmaydi. Chunki biz bilmaymiz oxirigacha yo'lda nima qiyinchiliklar, nima muammolarga biz uchraymiz. Qiyin, hamma narsani hisobga olish juda ham qiyin masala. Shuning uchun biz qadam ba qadam shu pillapoyaga chiqyapmiz va bugun men o'ylayapmanki, bizning strategiyamiz o'ta to'g'ri. Biz o'qimishli, sifatli ilm, ta'lim olgan millatni yaratyapmiz. Ana shu millatni, shu xalqni yaratganimizdan keyin shu juda og'ir, katta xarajat talab qiladigan vazifani amalga oshirganimizdan keyin bu atrofda O'zbekistonga teng mamlakat bo'lmaydi deb o'ylayman. Yana ham urg'u beraman. Mana siz eslatdingiz, kuni kecha nisbatan mana 3 kun, 4 kun burun muhtaram prezidentimiz pedagogik oliy ta'lim islohiga bag'ishlangan keyingi hujjatni imzoladilar. U avvalgi hujjatlarga nisbatan yana 2 pog'ona oldinga ketyapti. Uning ichida gap ko'p, hali hammasini mazmuniga ko'pchilik borib yetmagan. Haliga o'zbeklarda aytadi, kosaning tagida nim kosasi bor deydi. U yerda juda katta mazmun turibdi. Qisqa muddatda o'zini samarasini beradi. Chunki biz bilamizki, maktabda muammosi maktabda ham emas. Maktabda muammosi pedagogik oliy ta'limda. Pedagogik institutlarimiz yaxshi bog'cha tarbiyasini bizga talab qilingan tegishli sifatdagi muallimni tayyorlab bersa, maktabda muammosi yechiladi. Maktabda muammosi bugun hozir uni kompyuter bilan ta'minlash, binosini qurib berish, u bo'lyapti. U pul bilan bo'ladigan narsa bo'lyapti, Allohga shukr. Lekin uni mazmunini, uni biz kutayotgan maqsadni ta'minlab beradigan narsa muallim. Ana shu muallimga qaratilgan edi kechagi juda bir ajoyib qaror. Shu muallimni, bog'cha tarbiyasini tegishli sifatda shaklda men tayyorlay olsam, o'shanda maktabda jiddiy islohoti kechadi desam men xato qilmayman. So'nggi yillarda mana prezident maktablari, ixtisoslashtirilgan maktablar, umuman mana shu ta'lim tizimida juda ko'p haligi ilgari bir tasavvurimizga sig'magan ishlar bo'ldi. Yaqinda biz o'sha maktabgacha va maktab ta'lim vaziri bilan gaplashganimizda shu prezident maktablarining birinchi bitiruvchilari hozir o'sha dunyodagi juda ko'p haligi nufuzli oliy ta'lim dargohlarida o'qib, ko'pchiligi haligi birinchi qaldirg'och bitiruvchilari paydo bo'ldi. Bu endi albatta birinchi mevalar. Men demoqchiman bo'layotganim, biz ilm deyapmiz, mana oliy ta'limda qamrovni ko'paytiryapmiz. Hozir siz aytmoqchi, uning mundarajasi, mazmuni to'g'risida nima qilyapsiz? Biz buni xohlaymizmi, xohlamaymizmi? Mana raqamlashtirish ketyapti. Umuman
texnologiyalar o'zgarib ketyapti. Ya'ni yaqin kelajakda men o'ylaymanki, tasavvurimda ko'plab kasblar o'zining ahamiyatini yo'qotadi bu hayotda. Demak, biz zamon bilan hamnafas ketishimiz kerak. Ya'ni biz bugun tayyorlayotgan kadrlar ertaga rostdan ham shu jamiyatga kerakmi, kerak emasmi? Yoki umuman biz bugun olaylik, jamiyatga bir qaraylik o'zimiz. Mana agrar sohani olishimiz mumkin. Misol uchun iqtisodiyotda olishimiz mumkin. Men tasavvurimda olaylik o'sha agrar sohada o'qiyotgan bolalarimiz, olaylik zootexniklar, agronomlar, ular qayerda ishlaydi? Va umuman ularga biz bugun shunga yarasha ehtiyojni ham bu yoqda tayyorlab qo'yyapmizmi? Demoqchimanki, bu ta'limda qancha ko'p o'qitayotganimizdan xursandmiz albatta. Lekin bular ertaga hayotda, iqtisodiyotga, sanoatga, qishloq xo'jaligiga foyda keltirish kerak. Bu borada siz albatta bularni hammasini tahlil qilib yurasiz, domla. Men juda ham istardim bu boradagi sizni o'ylantirayotgan masalalar. Birinchi navbatda hozir bir savolingizda 3 ta 4 ta band borda. Bittasi qamrov bilan sifatni munosabati, nisbati. Bu juda muhim omil. Juda muhim omil deb hisoblayman. Mana uzr domla, bu bir bilan bog'lanib ketgan. Bog'langan. Bir boshdan boshlayman-da. Men o'ylayman, qamrovni hajmi maktabni bitiruvchilar sifatiga monand kelmasa qiyin masala. Bugun maktabni bitiruvchilar ichida mustaqil bilim olish orqali oliy ma'lumot oladiganlarning soni qamrov hajmiga ekvivalent emas. Mana 10 tadan 4 tasini universitetga qabul qilyapmiz. Lekin maktabni bitiruvchisining 10 tadan 4 tasi shu oliy ma'lumot oladigan darajada emas. Buni tan olishimiz kerak, o'rtoqlar. Biz ayrim narsalarni to'g'ri gapirishimiz kerak-da. Bunaqa paytda samara teskari bo'ladi. Nima uchun? Uni prezidentimiz ham ko'p marta aytdilar, Xudo umrlarini bersin. Mana tayyorgarligi yetarli bo'lmagan maktab bitiruvchisi universitetga kelgandan keyin u o'qishni istayotgan, bilimi kuchli bo'lgan iqtidorli bolaga ham salbiy ta'sir ko'rsatadi. Chunki darsga kiradigan muallim o'rtacha bilimdagi bolaga moslab dars o'tadi. O'rtacha bilimdagi bolaga muvofiq eski g'alchada aytganda uy vazifa beradi. Va butun muhit o'rtacha ketadi. Ilojimiz yo'q. Natijada muayyan davrdan keyin o'sha muallimning saviyasi ham tusha boradi. Talab yo'q. Uni kuchli bilimiga talab bo'lmaydi auditoriyada. Mana dunyoda seleksion ta'lim degan tushuncha bor. Ayniqsa Buyuk Britaniyada, Yevropaning boshqa mamlakatlarida, Yaponda, Koreysda, ya'ni pog'ona bolalarni saralaydi. Mana bu qism bolalar 5-sinfgacha keladi. Keyin bo'linadi, 2 bo'linadi. Texnika yo'nalishi, gumanitar yo'nalishi. 9 ga borgandan keyin bunday bo'ladi va hokazo. Seleksiya ketadi. Qo'yda seleksiya bor, bug'doyda seleksiya, odamda ham seleksiya bo'ladi. Bitta ota-onadan 10 ta bola tug'ilsa, 10 xil bo'ladi. Ana shuni iqtidorlarini to'g'ri joyga qo'yib, biz tarbiya berib, ilm bersak, o'shanda biz yutuq bo'ladi. Prezidentimizning bu yerdagi siyosatlari aynan shu haqida gap ketyapti. Prezident maktablari, u bitta seleksiya. Eng aqlli bolalarni yig'ishtirib olyapmiz. Haqiqatda zo'r bolalar. Men o'zimizning prezident maktabiga bir necha marta bordim. Direktori bolalarni yig'ib berdim. Hammasi jussasi kichkina, ko'zoynak taqqan bolalar. Keyin direktorga aytdim, bu bolalaring haqiqatda aqlli ekan. Qayerdan bildingiz dedi. Hammasini ko'zoynagiga borib kitob o'qiydi dedim. Men auditoriyamga kirsam dedim, ko'zoynak taqqan bitta ikkita bo'ladi dedim. Prezident maktablari seleksiyani birinchi oliy pog'onasi albatta. Sohalar bo'yicha maktablar bor. Mana fizika maktabi, matematika maktabi, ijodkorlar maktablari bor, Xorazm maktabi bor. Bu seleksiya. Seleksiyani o'zbekcha varianti, o'zimizga maqbul shakli. Ana shu seleksion maktablarda shu sohalarni iqtidorli bolalar chiqadi. Ya'ni biz dunyo tan olgan, dunyo o'zini amaliyotdan o'tkazgan pog'onali maktablar shakliga kelyapmiz. Bu shaklda kelyapmiz. Bu juda muhim narsa. Shuning uchun men ishonchim komil. Bizning strategiyamiz, bugungi strategiyamiz juda to'g'ri. Chunki kechagi qaror juda o'rinli qaror. Men ishonchim komil, pedagog oliy ta'limni
yana bir katta haligi platformaga supaga chiqarib beradi. Uchinchi masalaga o'ting endi. O'sha oliy ta'limni tugatayotgan bizni kadrlarimizga ehtiyoj qanchalik biz ta'minlab qo'yganmiz? Masalan, shu mana agronom deylik. Qator sabablarga ko'ra keyingi 30 yil ichida bu kechagi muammo emas. Ayrim mutaxassislarga talab o'zgardi. Talabning o'zgarishi o'sha mutaxassis kerak emas degani emas. Biz o'shani ish bilan ta'minlaydigan tizimni esdan chiqardik. Mana bitta misol keltiraman. Keyingi davrda juda bir bozor chaqqon bo'lib qoldi yurisprudensiyani, xalqaro munosabatlar, iqtisodiyot, moliya, buxgalteriya hisobi, boshqa bir mana uni bir moddiy mutaxassislar deyman, bilsa bilmasa ota-onalar balasini mana yurist bo'lsin deydi. Shuning uchun bo'lsa kerakmi yo boshqa bir qator sabablarga ko'ra mana masalan mana biz agrar yo'nalishni nisbatan esdan chiqardik. Sabab nima bo'ldi? Mana 90-yillarda biz qishloq xo'jaligini boshqarishda yangi tizimlarga o'tdik. Mana fermerlik xo'jaliklari bo'ldi, shirkat bo'ldi, u bo'ldi, bu bo'ldi, kolxoz tugadi, sovxoz tugadi. Kolxoz sovxozlarda agronom degan lavozim bor edi, falon joyda agronom degan lavozim bor edi. Shular tugashi natijasida bo'lsa kerak, agrar ta'limga munosabat o'zgardi. Agrar ta'lim jozibador bo'lmay qoldi. Aholining ichida ham. Bu narsa albatta agrar ta'lim sifatiga, o'zining tuzilmasiga, strukturasiga salbiy ta'sir ko'rsatdi. Mana qabulni natijalarini ko'rsangiz, keyingi 10 yil ichida qabul natijalarini ko'rsangiz, eng past ball bilan bolalar kiryapti agrar yo'nalishlarga. Aksariyat hollarda o'sha qabul rejasi ham to'lmay qolyapti. Past ball bilan guruh to'lmay qolgan hollarda ta'lim sifati ham o'shanga yarasha bo'lyapti. Bu ta'lim sifatini bitirib chiqqanlarning ichidan ilm ham o'shanga yarasha bo'ladi. Bizda bugun oziq-ovqat xavfsizligi degan muammo turibdi o'rtoqlar. Uni hech kim inkor qila olmaydi. Aholimiz mana 38 million bo'ldi, ertaga 40 bo'ladi, 15 yildan keyin 50 bo'lamiz. Mintaqada suv muammosi paydo bo'lyapti. Qishloq xo'jaligi mahsulotlarini yetishtirish muammosi bo'lyapti. Qo'shnimiz Afg'oniston bor. Mana hududda suv berish ikkita mamlakat bo'lsa, Qirg'iziston bilan Tojikiston, qolgan 3 ta respublika, Markaziy Osiyo respublikalari suv iste'molchisi hisoblanadi. Demak, tuproqdan unumli foydalanish, urug'chilik, hosildorlik, genetika, iqlim hosildorlikka salbiy ta'sir ko'rsatyapti. Va cho'llanish muammosi bor. Bizda 52% hududimiz yaylovdan iborat. Yaylovlar muammosi bor. Bular hammasi ilm. Yaylovlarning degradatsiyasi, tuproq sifatining o'zgarishi, urug'chilik, navchilik qo'llarimda barmog'im yetishmaydi. Aynan mana shu joyi savolni eng qaymoq joyi shu yerda. Men shu sohada yaxshi mutaxassis tayyorlamasam, men qo'shni mamlakatlarning oziq-ovqat iqtisodiyotiga qaram bo'lib qolaman. Mana bugun bozorlarimizda xorijdan kelgan meva ko'paygan. Oddiy narsani olaylik, tomatdan olyapmiz. Bozorda pomidor bo'lmasa, kechirasiz, yetarli darajada. Keyingi 10-15 yildan beri pomidorga kasallik tushgan. Ko'sak qurtiga o'xshagan bir kasallik bor. Pomidorni joyida yo'q, tomirda yeb qo'yadi. Hosildorlik pasaygan qishloq xo'jalik turlarimiz bor. Tuproqda muammosi bor tarkibi bo'yicha. Navlar o'zimiz ayrim navlarimizni yo'qotdik. Ekologik bizga yaxshi foydali bo'lgan, mazali bo'lgan shu bodring ham bor edi, pomidor ham bor edi, kechirasiz, qovun tarvuz ham bor edi. Kartoshkachilik bor edi. Mana kartoshkachilik Samarqandda juda rivojlangan edi. Kartoshkani biz kechirasiz, dam bu yoqdan olib kiryapmiz. Samarqandga o'xshagan joy u kartoshkani vatani bo'lgan o'rnasi bor. Mana Bulung'ur, Tayloq, bu yoqda Odaryoq shunaqa hududlarimiz bor. Bu yoqqa ilgari ham mana Panjakentdan kelardi ko'p kartoshka. Bular hammasini sababi biz agrar ta'limni jozibadorligini yo'qotganligimiz natijasi bo'ldi deb o'ylayman. Biz tez qisqa muddatda buni epaqaga keltirmasak, uni jozibadorligini ta'minlamaydigan qanaqadir qaror qabul qilib, uni o'z qo'limizga olib boshqarmasak, biz yana ham ko'p yo'qotishlar qilamiz. Chunki bugun mana mamlakatdagi juda yirik agrar firmalarga agronomlarni chet eldan taklif qilyapmiz. Gretsiyadan, Turkiyadan, Vengriyadan, shuna mana Samarqandning o'zida ikkita yirik agrofirma bo'lsa, bularning agronomlari o'zimizning o'zbek agronomlari emasmi? Rustam aka, mana hozir siz o'sha ta'limni sifati to'g'risida gapiryapsiz.
bizda mamlakatimizda kerak bo'lsa o'sha sobiq ittifoq davrida juda ko'p boshqa mamlakatlardan kelib o'qiydigan, haligi nima deydi, bir etalon sifatida baholanadigan ta'lim dargohlari bor edi. Olaylik mana Samarqand davlat universiteti ham xuddi shunday. Toshkent davlat universiteti o'sha paytdagi Toshtu. Men o'ylaymanki, bugun ham biz mana shunga da'vo qilishga to'laqonli haqqimiz bo'lishi kerak. Chunki biz katta da'volar bilan chiqyapmiz. Katta marralarni ko'zab turibmiz. Qolaversa mana bizni ortimizda o'sha boqiy Samarqand turibdi. Bu juda ko'p narsadan darak beradigan, ko'p narsadan dalolat beradigan holat. Shuning uchun men sizni bir shu sohani bir juda katta jonkuyari sifatida biz mana shu eski davrdagi olaylik o'sha Samarqand davlat universiteti Samarqandning ilmiy urfon nuqtai nazaridan o'sha nufuzini tiklash. Olaylik bizni oliy ta'lim dargohlarida gumanitar fanlar bo'ladimi, u tabiiy fanlar bo'ladimi? Dunyoni yoshlari intiladigan, nima uchun Garvardga borish kerak bu o'zbek bolasi? Nima uchun Garvardda joylashgan olaylik zamindagi bolalar Samarqand universitetiga kelish kerak emas? Mana shu borada bizni hali o'ylantirish kerak bo'lgan, bizni qiynab turgan men o'ylaymanki savollar bor. Siz bir shu olimlarni ham bir oqsoqoli sifatida, qolaversa haqiqiy bir umringiz shu sohada o'tayotgan bir inson sifatida o'ylaymanki sizni o'ylantirib turgan masalalar bor. Men mana kecha Istanbulda bo'lganda Pamukkale universitetida Turk islom madaniyati bir bo'limiga kirdimda. Aytimsizda eski kitoblarni ko'rsatdilar menga. 9-10 falon asrlarda. Qadimgi falsafani o'rganasizlarmi? Ha. Qadimgi tarixni o'rganasizlarmi? Samarqand tarixini Tosh davridan boshlab 10-asrgacha yozgan muallif bilan o'tirib ancha suhbat qildim. U yozgan o'sha tarixni, men yozganim emas. Men bugun nima uchun qadimgi tariximni chiqara olmayapman? Falsafada 19-asrdan pastga tusha olmayapman. Falsafada, etikada, estetikada, psixologiyada, ijtimoiyotda, sotsiologiyada pastdan boshlash kerak, sonaka. Men 19-asrdan buyoqda kechirasiz, o'ris olimlar yozgan kitobdan ko'chirib dissertatsiya qilyapman. Nima uchun? Men manbalarga kira olmayman. Men manba o'qiy olmayman. Mana menda universitetda manbashunos ma'lum oxirgilarini o'lganiga 2-3 yil bo'ldi. Nima uchun? Chunki menda tarix, ta'lim yo'nalishi bu naukaga kiradi, ilm hisobiga kiradi. Men tushunaman, pedagogikada tarix bu pedagogika. Tarix bo'yicha ma'lum tayyorlaydi. Menda Milliy universitetda tarix bu olim tayyorlayapman. Tarix sohasini tadqiqot qiladigan mutaxassis tayyorlayapman. U manba o'qiy olmasa, u qanaqa tarix yo'nalishida olim bo'ladi? Faylasuf manbaga ishora qila olmasa, hatto uni qo'ying, psixologiya, sotsiologiya, u manbaga kirish kerak. Islomgacha, islomdan keyin o'rta asrlarda, falon davrlarda meni falsafam nima bo'lgan, nima ilmlar bo'lgan bu yerda, nimani o'rgatganlar menga, psixologiya nimadan iborat bo'lgan, ijtimoiyot nimadan iborat bo'lgan. Ammo o'shandan bugunga muvofiq, bugungi meni oldimga qo'yilayotgan vazifalarga muvofiq nimadir chiqarishim kerakmi? Shu masalada ham men o'ylaymanki, ta'lim tizimida biz nimalargadir izn berishimiz kerak. Har holda mana bu klassik universitetlar bor. Mana biz universitet, Milliy universitet, Buxoro, qanaqadir bular boshqalarga nisbatan boshqacha ilm ta'lim beradigan bilan imkoniyati bo'lishi kerak. Xuddi shunga o'xshagan boshqa masalalar bor buni. Falsafa yo'nalishida masalalarimiz, muammolarimiz bor. Mana 40-50 yil oldin Toshkentdagi sharqshunoslik ilmiy tadqiqot institutida, o'zimizning Samarqand universitetida, Milliy universitetda bu mutaxassislar bor edi. Mana bizda Sharq qo'lyozmalari kutubxonamiz bor. 15 mingga yaqin nomdagi asarlar bor. O'qiydigan odam yo'q, shunaqa bo'lgan. Ichiga kirish kerak, uni men ikkita odamni o'tkazib qo'yishim kerak, uni varaqlash kerak, qani ichida nima gap bor, nima yaxshi gap bor, nima yomon gap bor. Shuning uchun ayrim mana humanizatsiya, humanitar ta'lim yo'nalishlarida biz balkim qarashlarimizni o'zgartirishimiz kerak. Tasavvurimda 1990-yillarning oxirida edi. Mana oliy ta'limda ikkita tizim paydo bo'ldi. Ya'ni magistratura va bakalavr. Ikkiga bo'ldik. Va bu o'sha paytda masalan endi bilmadim bu qanday maqsadda bo'lgan va bugungi kunga kelib mana oradan
qariyb 30 yil o'tgandan keyin bu bo'linishni o'ziga bir baho bering. Va bu bo'linish nimadir berdimi bizga? Biz buni qanchalik uddaladik yoki buni o'ylangan maqsadga qanchalik yetishdik? Biz bugun bunga qanday qarashimiz kerak? Mana shu ziyoli nuqtai nazardan ham, umuman ilmni mundarijasi nuqtai nazaridan va o'sha magistratura va bakalavriatning o'ziga xos jamiyatda tutgan o'rni nuqtai nazaridan. Biz 97-yilda boshlagan islohotni oxirigacha yetkazmadik. Biz 97-98-yillarda bir bosqichli oliy ta'limdan ikkinchi bosqichli oliy ta'limga o'tdik. Dunyodan andoza oldik. Jahonda mana G'arbdan, Amerikadan. Meni nazarimda biz bunga tayyor emas edik. Bakalavr va magistratura. Bir bosqichlik 5 yillik ta'lim edi, birdan bakalavr magistraturaga o'tdik. Uni tarixini anglamay, uni tarixiga baho bermay, hamma qator birdaniga biz ikki bosqichlik o'tdik. Ikki bosqichli ta'limga o'tish uchun qator shartlar bo'lish kerak edi. Mana tuproq ham agarda yetilmasa, urug' eksangiz urug' unib chiqmaydi. Uning uchun bozor, oliy darajadagi mutaxassislar bilan to'yingan bo'lish kerak edi. Aholida ta'lim madaniyati shakllangan bo'lish kerak edi. Mamlakatda iqtisodiy islohotlar tegishli me'yoriy darajada bo'lishi kerak edi. Va hokazo. Sharoit bo'lgan sharoitda bo'lgan. Va ikki bosqichli ta'lim kirish o'z tarixi bor. Azaldan G'arbda. Nimadan bo'lgan u? O'sha mamlakatlarda jamiyat juda kuchli mutaxassislar bilan to'yingan bor. Yaxshi injener ham ko'p, yaxshi agronom ham ko'p, yaxshi falonchi ham ko'p. Lekin hayot darajasi shunday ko'tarilganki, aholida prosta oliy ma'lumot olish hojati bor. Uy bekasi ham oliy ma'lumotli bo'lmoqchi, falonchi ham oliy ma'lumotli bo'lmoqchi. O'zini darajasi uchun, bolasini tarbiyalash kerak, muomala qilish uchun, birov bilan gaplashish uchun kerak. Kelinglar ikki bosqichli qilaylik shuni. Birinchi bosqich ommaviy bo'ladi. 3 yil bo'ladi, u 4 yil bo'ladi. Buning ichidan saralab olamiz 20-30%ni, yana 1 yil, 2 yil o'qiymiz, unga magistratura, magistr darajasi deymiz, u haqiqiy mutaxassis bo'ladi. Magistratura darajasida u ixtisoslik fanlarni chuqur o'rganadi, amaliyot o'tadi, u professionalni o'shada yetiladi, bakalavr emas. Bakalavr bu akademik darajagina xolos. U haqiqiy mutaxassis bo'lishga birinchi pog'ona. U jamiyatlar shunga tayyor bo'lgan. Men tayyor emas edim unga. Haligi turniga qarab chimchiq qadam bosganda nima bo'lganini taxminan bilasiz. Taxminan shunday bo'ldi. Bizda asosiy massamiz 90% diplom sohiblari bakalavr. Kim bo'lim mening maktabimning negizida tayyorlangan bakalavr. Mening muallimimni chala imtihonni natijasida tayyor bo'lgan bakalavr bu. Ko'z oldingizga kelyaptimi bu qanaqa mutaxassis? Uni qo'lidan jiddiy bir karomat kelmaydi. U karomatli bo'lish uchun menda juda yaxshi shakllangan magistratura bo'lish kerak. Mayli, u ommaviy bo'ldi. Ketadi, ko'pkari bo'ladi, ko'chaga chiq. Uning ichida men haligi separatorda qaymoqni olganda qaymog'ini olib, u 20-30% tashkil qilar edi. Unga juda chuqur magistrlik ta'lim berishim kerak edi. Demak, biz asl boshida buni noto'g'ri qilgan ekanmiz. Unga tushunish noto'g'ri bo'ldi. Mana boshida biz magistr bu haligi olim odam bo'lish kerak. Olimlarni tayyorlaydigan joy deb tushundik. Ko'pchilik shu vaqtgacha tushunadi olimlar. Yo'q, magistr bu jamiyatni haligi yurg'izadigan, jamiyatni iqtisodiyotini, ijtimoiyatni yurg'izadigan asosiy tayanch mutaxassis. O'sha asosiy mutaxassis. Sohaning egasi aslida o'sha. Lekin nima bo'ldi? Biz uni jozibador qila olmadik, boyagi agrar ta'limga o'xshagan narsa. Shu bilan ancha yil biz magistr tayyorladik. Shu soni ham bunchagina edi, ozgina edi. Boyagi men aytgan nisbatda qoblaydigan emas. Xudoga shukr, mana 4-5 yil bo'ldi, bunga tuzatish kiritildi. Inson omili yo'q bo'ldi endi. Biz imtihon magistraturaga qabul qilishda imtihonimiz yo'q endi. Bakalavrdagi ixtisoslik fanlarining o'rtachasini olamiz, chet tilidan sertifikat olib keladi. Endi konkurs undan ham pasayib ketdi. Mana menga 600 ta odam har yil qabul qilishim kerak bo'lsa, birinchi yil 50 ta, kelgusi yil 200 ta. Menga nabarot. Menda misol uchun mana 10 ming ta bakalavr bo'lsa, bir hech bo'lmaganda 3 ming ta menda magistr o'qish kerak. O'sha 3 ming talik magistr xalq xo'jalik muammosini yechadigan o'sha bakalavr emas. Dunyoda bakalavrlar ham ishlatiladi, lekin bakalavrlarda
davodka sistemasi bor, qiyomaga yetkazish tizimi bor. Mana professional jamoalar bor, mana injenerlar jamoasi bor, falonchalar. O'shalarga imtihon topshiradi 1-2 yildan keyin. Qani mana amaliyotda ishlab bakalavr diplomi sohibi o'sha komissiyadan o'tgandan keyin ular aytadi, "O'z, sen deydi, borib zavodda injener bo'lishing mumkin, energetik bo'lishing mumkin, agronom bo'lishing mumkin" dedi. Bizda unaqa jamiyatning o'zi yo'q. Unaqa tizimning o'zi yo'q. Bakalarni sabjardik, qo'yib yubordik, ketdi, u mutaxassisman deb bir joyga borib o'zicha o'zi ishlagandek bo'lyapti. Magistratura jozibador bo'lmadi. Menda bakalavr diplom bilan men любой ishni oladigan bo'lsam, menga nima kerak bor magistratura? O'zbekchilik boyagi, ta'lim madaniyatining pastligi, umumiy madaniyatning yetarli bo'lmasligi, avomlik natijasi. Magistraturani jozibador qilish uchun mana bu yerga bitta kamput qo'yish kerak. U bola yana 1 yil, 2 yil umridan voz kechib magistraturada o'qish kerak. Unga tanlov o'tkazish kerak. Uni qilmadik. Uning uchun Mehnat vazirligi bir maqom qabul qilish kerak-ku, bu vazifalargacha bakalavr ishlashi mumkin. Bundan buyog'iga magistr bo'lish kerak, og'aynilar. Chunki oyligi 5 so'm ko'p bo'ladi, 10 so'm ko'p. Jozibadorlik shundan iborat bo'ladi. Karyera qilmoqchi bo'lgan odam, bir qanaqadir orzularga erishmoqchi bo'lgan odam u paytda magistraturaga intiladi. Bizda universitetda 150 ga yaqin xorijiy muallimlar ishlaydi, professorlar ishlaydi. Biz qaror qildikki, raz magistraturaga chet tilni bilgan hujjat bilan o'qishga qabul qilyapmizmi? Bularga chet tili muallimlarini darsga qo'yib yuborsa bo'ladi. Bundan tashqari o'zimizda ham ingliz tilini biladigan muallimlar paydo bo'lyapti. Chet tilda o'qib, chet tilda himoya qilib. Shuning uchun men shunaqa shart qo'ydimki, magistraturada nuqul ingliz tilida dars beraylik. Birinchidan, yangi o'zbek ziyolisini chiqaramiz shu orqali. Bahona bo'ladi. Bir sabab bo'ladi-da. Keyin o'qishni tahlil qilsak, bu hozir magistraturaga litsenziya bilan kelganlarimizning aksariyati ingliz tilini bilmaydi. Qo'lida hujjati bor. Bundan 100 yil oldin Rustam aka mana jadidlar qanday qilib millatni ko'taraman, haligi bir ma'rifatli jamiyat quraman deb kurashganini ko'ryapmiz. Mana hozir o'rganyapmiz. Mana hatto Jadid degan gazeta chiqdi. Biz bularni e'tirof etib, mana oradan bir asr o'tgandan keyin mana muhtaram yurtboshimiz rahbarligida jadidlarga munosabatimiz tubdan o'zgardi. Bugun ma'rifatparvarlikni o'ylaymanki davlat ham qo'llab-quvvatlaydi, xalqqa ham yoqadi. Qani o'sha bu jadidlar bugun? Mana shu savol meni ko'proq qiynaydi. Men o'ylayman, sizni ham bu albatta ko'p qiynasa kerak, o'ylantirsa kerak, bir fikrlaringiz bilan o'rtoqlashsangiz degandim. 100 yil burun jadidlarning oldida ham shu vazifa turgan. O'zlari shu oldiga shu vazifani qo'ygan. Shu millatni, xalqni ro'shnolikka chiqarishni asosiy omili, asosiy negizi ilm, ta'lim deb hisoblaganlar. Lekin u paytdagi jadidlar, ya'ni ziyolilar hozirgidan farqli bo'lgan. Bugun biz ziyolilarimiz u jadidlar darajasida yuragi og'rimayapti men nazarimda. Prezidentimizning siyosatlarini o'sha jadidlar darajasida qabul qilmayaptilar. Qabul qilmayaptilar so'naga. Boyagi yolg'on baho qo'yish, yolg'on munosabat, yolg'on diplom berish jadid bu ishni qilmas edi. Mana 16-yilgacha olgan oylik professor oyligi 1,5 million edi. Hozir 10 barobar oshdi so'naga. Bu osmondan tushayotgani yo'q, o'z mamlakatda iqtisodiyot ta'lim buncha darajada pul beradigan holiga kelganimiz yo'q hali. Bor yo'q narsa yig'ishtirilib berilyapti bizlarga-da. Lekin o'shanga muvofiq munosabat bo'lmayapti. O'zbekda professorning vatanparvarligi, kechirasiz, o'sha jadid darajasigacha kelmadi. Bular yo eski tizimni qo'rquvdan chiqarmayapti, yoki xudbinlik shu darajada ichkariga tushib ketgan-ku, o'zining manfaati shu darajada ichiga tushib ketgan-ku, shuni yengib bu vatanim, meni xalqim, millatim deb ayta olmayapti. Men o'ylayman, bizni bu mana shu muloqotimizni tegishli mutasaddilar ham ko'rishayotgan bo'lsa kerak. Va kezi kelganda mana siz kabi ustozlarimiz, mana shu sohani eng bir kuyinchak, fidoi vakillari mana shunday bir jiddiy muammolarni, masalalarni prinsipial nuqtai nazarini albatta aytib turish kerak. Va o'ylaymanki, bizni muhtaram yurtboshimiz ta'lim sohasiga berayotgan e'tiborlarini oqlashi kerak. Mana shu sohaning mutasaddilari ta'limga har safargi bir yig'ilishlarda ilm deyaptilar.
agar ilm bo'lmasa biz o'ylagan maqsadlarga erishishimiz o'zi aytmoqchi amri mahol bo'ladi. Agarda mana shu ta'lim tizimini har bir bosqichidagi o'sha siz aytmoqchi o'sha zanjirni haqiqatda bir-biriga bog'lanib ketish talablari va tamoyillarini biz o'sha xalqaro darajaga olib chiqishga majbur ekanmiz va buni albatta prinsipial qat'iyat bilan mashaqqat bo'lsa mashaqqatlarni yelkamizga olib albatta amalga oshirishimiz kerak. Bu borada sizga ham shu sohani barcha mutasaddilarga, fidoyilariga omadlar tilaymiz. Sizga bizni mana shu suhbatimizga vaqt ajratganingiz uchun, bu boradagi fikrlaringiz bilan o'rtoqlashganingiz uchun alohida minnatdorchilik bildiramiz. Aziz teletomoshabinlar, shuning bilan bugungi 100+ loyihasini yakunlaymiz. Yana efir orqali siz bilan diydorlashguncha xayr, salomat bo'ling.